Agar siz koreys tilini o'rganayotgan va Koreyaga qiziqib ketmoqchi bo'lgan inson bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun ekan. Men 11 yillik tajribaga ega ekspert sifatida bugun sizni qo'rqitadigan emas, sal ko'zingizni ochib qo'yadigan raqamli video tayyorladim. Agar video sizga manfaatli bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni bemalol ochiq oydin kommentariyada yozishingiz mumkin. Biz tanqidlarni ham qabul qilamiz. Men bugun ekspert sifatida sizlarga bitta narsani o'rgatmoqchiman. 11 yillik tajribam asosida juda ham ko'plab talabalarni o'qitdim. Ular ba'zilari o'zimdan kichkina, ba'zilari o'zim bilan barabar, hattoki o'zimdan ancha yosh katta insonlarni ham o'qitishga muvaffaq bo'lganman. Ularning orasidagi farq yoki bo'lmasam ularning taqdiri sizga nima bo'lgani qiziq bo'ladigan bo'lsa, men bemalol aytishim mumkin. Ko'pchilik shu videoni ko'rayotgan insonlarda fikr tug'iladi. Koreys tilini o'rgangandan keyin albatta Koreyaga ketish kerak, to'g'rimi? Agar Koreyaga ketmasak, shuncha bilim o'rganganimizdan kimga nima nafi bor? Lekin men sizni ozgina hayron qoldirishga majburman. Sababi, hamma holatda ham koreys tilini o'rgangan insonlar birinchi navbatda Koreyaga ketaverishmaydi. Hattoki hozirgi kunda 15-20 ming nafar o'zbek Koreyaga har yili migratsiya qilayotgan bo'lsa ham, ular yo investitsiya, yo sayohat, aks hollarda talaba yoki ishchi sifatida ketayotgan bo'lsalar ham, bu koreys tilini o'rganayotgan va Koreyaga ketmoqchi bo'lgan insonlarning aytaylik bir necha foizigina xolos. Xo'p, unda qolganlarga nima bo'ladi va koreys tilini o'rganish O'zbekistonda ham bizga manfaatli bo'ladimi? Men bemalol o'zimning tajribamdan kelib chiqishim aytishim mumkin. Ha. Sababi, avvalambor siz koreys tilini o'rganib, agar Koreyaga ketadigan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r. Lekin O'zbekistonda qolsangiz ham siz ochiq qolmaysiz. Keling masalaga sal ochiqroq qaraymiz va qanaqa variantlar bilan meni talabalarim O'zbekistonda qolib baxtini topishgan. Biz bilamizki, O'zbekistonda ham juda ham ko'plab koreys zavodlari, fabrikalari, ijtimoiy qanaqadir yangi loyihalar, universitetlar, bilasiz, juda ham ko'pini yoki bo'lmasam yana yangi ishchi kuchini berishi mumkin bo'lgan juda ham ko'plab tashkilotlar kelishyapti va ularga zamonaviy mutaxassis kerak. Koreys tilini biladiganlar, HRlar, administratorlar, menejerlar, sotuv bo'limi menejerlari va hokazo. Va ular bilan muloqot qilishda koreys tilini va yana boshqa qo'shimcha tillarni bilish ham sizga juda ham zo'r yordam beradi. Va aynan shunaqa iste'dodli yoshlarni ular ishga olishga muhtojliklari bor. Sababi, ular O'zbekistonga kelishgandan keyin albatta O'zbekiston shart-sharoitini va ularni madaniyatini birgalikda his qila oladigan mutaxassis kerakligidadir. Lekin bizning muammoimiz bu qandaydir koreys tili darajasida emas. Bizning muammoimiz hozir unga qanaqa tayyorgarlik ko'rayotganimizda. Hozir men sizga aytgan variantlarim yoki Koreyaga ketish albatta bu yaxshi, lekin u yerga ketadigan va sizni ishga oladigan kalitingiz, ya'ni topik bo'lmasa, afsuski hamma harakatlarimiz zoya ketishi aniq. Tushuntiraman. Topik bu shunchaki til imtihoni emas. U sizni mani darajam bor. Men koreys tilini shunaqa urovenda bilaman va sizni korxonangizda ishlashga munosibman. Sizni universitetingizda talaba bo'lishga munosibman va men mana shu oylikni olishga haqqim bor. Sababi, shu topik sertifikatini olishguncha ham meni vaqtim, umrim va pulim ketgan deb ko'rsatish uchun beriladigan doказательство deb qarasang ham to'g'ri bo'ladi. Mendan juda ham ko'p hollarda qizlar kelib yordam va maslahat so'rashadi. Koreys tilini o'qiyman, yaxshi ko'raman, madaniyati men uchun qiziq va orzularim orasida Koreyaga borish bor. Lekin ruxsat masalasi va Koreyaga ketish reallikdan birozgina uzoq bo'lgan vaziyatlarda meni taqdirim nima bo'ladi? Sizni taqdiringizni oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, hamisha sizda B variantingiz bo'ladi. Hozir siz qanday kasbda, qanday o'qishda o'qishingizdan yoki o'qimayotganligingizdan qat'iy nazar, ertaga sizni boshingizga qandaydir mushkulot tushadigan bo'lsa yoki o'smoqchi bo'lsangiz, sizda tashlab ketilgan qarmoq, ya'ni koreys tilini bilish va undan olgan sertifikatingiz bor. Aynan mana shu bilim sizni qo'shimcha daromad, qo'shimcha joylarda muhit va o'sish nuqtangizni belgilab berish ham mubolag'a emas. Sababi, biz bilimga pul tikkanimizda u bizning miyamizda abadiy qolishi mumkin agarda biz uni doimiy rivojlantirib borsak, albatta. Shuning uchun ayniqsa qizlarimizga men bemalol aytishim mumkin. Bemalol
Siz koreys tilini o'rganyapsizmi? Unga vaqtingiz va pulingizni sarflayapsizmi? Topik sertifikatingiz bormi? Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Xoh Koreyaga keting, xoh Koreyaga ketmang. Sir bo'lmasligi uchun aytaman, Koreyaga ketayotganlarni 35-40%gina Topik sertifikati bilan ketishadi. Qolgan insonlar sertifikatsiz yoki boshqa til sertifikatlari bilan ketishlari mumkin. Bu haqda balki o'zingiz ham eshitgandirsiz, balki sizni birorta tanishingiz hech qanaqa sertifikatsiz Koreyaga ketgandir. Ammo sertifikatsiz Koreyaga ketgan insonlar bilan sertifikat bilan ketgan insonlarni taqdirini qo'ysak, ularning orasida juda katta farq bor. Sabab, Koreyaga ketish bu faqat sertifikatni olish yoki vizani qo'lga olish emas. Haqiqiy hayot o'shadan keyin boshlanadi. Sizni o'sish nuqtangiz, hayotda kim ekanligingizni anglashingiz va eng muhimi jaraq-jaraq pulli ham xuddi shunaqa. Aynan shuning uchun ham men hozirgi kunda o'qitayotgan talabalarimga bot takrorlayman, topik ballini olish kerak va uni yuqori qilib olish kerak. Chunki muammo darajada ham emas, muammo jarayonda va yuqori ballda. Topikka shunchaki ilinib qolgan talabam bilan o'ziga uverin bo'lib, o'ziga ishonib, imtihonga kirib, yuqori ball olib chiqqan talabamni samootsyenkasida, undan keyingi hayotida, kelajagida va topayotgan pullarda ham katta farq bor. Juda ko'pchilik ichida dilemma paydo bo'lishi mumkin. Ingliz tili sertifikati, ingliz tilini berayotgan imkoniyatlari va ingliz tili bilan ham Koreyaga ketish. Ha, ekspert sifatida buni hech qachon rad etmaganman. Lekin degan tomoni bor, bu ustunlik beradimi yoki shunchaki vaziyatdan omon qolishmi? Biza poygaga kirgan vaqtimizda eng oxirgi bo'lmasligimizga yordam berishi mumkindir bu navika, lekin birinchi o'ringa chiqishga emas. Biz koreys tili, uni hayoti va o'sha yoqqa borish haqida o'ylayapmizmi? Qandaydir bir orqada qolib ketgan bechora emas, konkretna o'zini ishiga, amaliga, statusiga, uyiga, puliga ega bo'lgan insonni tasavvur qilishimiz kerak va bu narsalar sizga aytsam ingliz tili sertifikati bilan amalga oshmaydi. Sabab, koreyslar avvalambor o'zini millatiga, tiliga, madaniyatiga juda ham e'tiborli va aynan shu tilni bilganingizdagina ularni haqiqiy mohiyati, prinsiplariga tushuna olasiz. Topik bu sizga shunchaki majburiy bir qog'oz bo'lishini xohlamasdim. U sizga orzularingizga yetish uchun kalit. Ketsangiz ham Koreyaga, qolsangiz ham O'zbekistonda sizga berilayotgan imkoniyatni bitta bo'lagi va hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan nuqta sifatida qarasangiz, aynan uni qadri sizni oldingizda oshadi va bekorchi ishlar bilan shug'ullanmasdan darrogina o'tirib topikdan sertifikat olish uchun darsingizni qilishni boshlaysiz. Shunchaki kim bilandir poyga uchun emas, balki o'zingizni hayotingizni yaxshilash uchun qilayotgan qadamlaringizni qadriga yeta olasiz deb o'ylayman. Eslatib o'taman, videom oxirida ideal vaqt hech qachon bo'lmaydi. Ideal vaqt bu siz qachon to'g'ri va boshlash kerak deb bilgan paytingizgina boshlangan startdir. Endi esa eslatib o'taman, agar kimda kim koreys tilini chuqur, realni o'rganib, topik sertifikatini olmoqchi bo'lsa, men yordam berish uchun 27, 28, 29 yanvar kechki soat 8 da 3 kunlik onlayn bepul webinar dars tayyorladim. Men bilaman, siz bu webinar darsga albatta kirmoqchisiz. Shuning uchun pastda silka qoldiraman. Silkaga bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ishontirib aytamanki, dars sizga manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarimda nimani ko'rishni, Koreya haqida nimani bilishingizni xohlashingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Balki sizni kommentariyingiz meni keyingi asosiy videoyimning mavzusi bo'lishi mumkin.